Bugun Amerika Qo'shma Shtatlari poytaxti Washington shahrida joylashgan O'zbekiston Respublikasi elchixonasida bo'lib turibmiz. Bu yerda O'zbekiston Respublikasining favqulodda muxtor elchisi Furqat Sidiqov, elchixona rasmiylari, O'zbekiston Respublikasi El-yurt umidi jamg'armasi rasmiy vakillari, shuning bilan birgalikda jamg'arma stipendiatlari ishtirokida maxsus uchrashuv bo'lib o'tmoqda. Uchrashuvning o'ziga xos jihati shundaki, Amerika Qo'shma Shtatlarining turli shtatlarida joylashgan top universitetlarida ta'lim olayotgan o'zbekistonlik yoshlar o'zlarining tajribalari, o'qish jarayonlaridagi insayt va yangiliklarni tengdoshlari bilan ulashish imkoniyatiga ega bo'lishmoqda. Hozirda El-yurt umidi jamg'armasi homiyligida umumiy hisobda 400 ga yaqin o'zbekistonlik yoshlar AQShda tahsil olmoqda. Tadbir avvalida O'zbekistonning favqulodda va muxtor elchisi Furqat Sidiqov talabalar bilan ochiq va samimiy muloqot o'tkazdi. Singillarim, ukalarim, hammalarni ko'rib turgandan juda ham xursandman. O'zingizga ma'lum, bu O'zbekistonning hududi. Bu sizlarning elchixonangiz. Sizlar bilan yumshoq kuchimizlar. Tadbirda shuningdek El-yurt umidi jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari Javohir Ahmedov ham ishtirok etib, jamg'arma stipendiatlari uchun yaratilishi kutilayotgan yangi imkoniyatlar haqida ma'lumot berdi. Muhtaram prezidentimiz 14-fevral kuni yoshlar bilan uchrashuvlarida El-yurt umidi jamg'armasiga alohida to'xtaldilar. Kuzatgan bo'lsalaringiz kerak. Jamg'armaga yaratib berilayotgan imkoniyatlarning ko'lami yana 2 barobarga oshishi kutilyapti. Qisqa muddatda eng rivojlangan davlatlarda ta'lim olishni amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Bir ikkita universitet bilan memorandumlar imzolashga erishdik. Hammasi aynan elchixonaning sa'y-harakati, butun boshli komandani, aynan jamg'armani stipendiatlarini bugun sizlar bilan bir-biriga yuzma-yuz uchrashishimiz uchun qilingan xatti-harakat natijasi deb o'ylayman. Stipendiatlar esa yangi loyihalar taqdimotlari hamda madaniy chiqishlar bilan tadbir dasturini davom ettirishdi. Colorado State University'ning 3-kurs talabasiman. Hozirda El-yurt umidi stipendiatlariga maxsus tadbir o'tkazildi. Ushbu tadbirdan men juda ham o'zimga katta motivatsiya oldim. Ushbu motivatsiya kelajakda O'zbekiston ravnaqiga ko'proq hissa qo'shishimga yordam beradi. 10-rasmda Amerikadagi The University of Arizona'da ekonomika jurnalistligida o'quv menga nasib etdi. Ham bu yetishganlikka albatta menga O'zbekiston Respublikasining El-yurt umidi stipendiyasi yordam berdi. Ham stipendiyani qo'lga kiritib, shu yoqqa kelib, men hozirgi vaqtda rasm kichkintoy bo'lishiga qaramasdan shu yerda o'qiyapman. Ham prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevga ulkan rahmat aytib qolaman. Aziza va Shohjahon Yusupovlar oilaviy stipendiatlar, ularning oilasiga jajji mehmon. Shohzamon tashrif buyurganiga hali ko'p bo'lmadi. Birgalikda bo'lg'usi stipendiatni tarbiyalayapmiz deydi qahramonlarimiz. Aziza o'zi onalik juda ham buyuk mas'uliyat va siz bir vaqtning o'zida ham talabalik ham o'qish bilan bandsiz. Qanaqa qiyinchiliklar bo'lyapti sizda? Shu haqida gapirib bering. To'g'risi hech tasavvur ham qila olmagandim qanchalik bo'lishini. Lekin ham o'qish, keyin mana farzandli bo'ldik. Davlatimiz qo'llab-quvvatlashlari bilan birga ikkalamiz birgalikda yengib o'tyapmiz. Tadbirning ikkinchi kunida stipendiatlar uchun Washington bo'ylab sayohat tashkil etildi. Poytaxt shaharning diqqatga sazovor manzillariga uyushtirilgan tashrif stipendiatlar o'rtasida hamjihatlikni oshirish va tajriba almashish borasidagi ajoyib imkoniyat bo'ldi.